Mana bu o'zgacha arg'imchoqdan sezgan bo'lsangiz kerak, sayohatimizning navbatdagi manzili Olmaliq metallurgiya kombinatining eng qo'li gul xodimlar jam bo'lgan markaziy ta'mirlash mexanika zavodi. Keling, mana shu o'zgacha ijod mahsulining muallifi bilan suhbatlashsak. Bu yil ham mana an'anaga muvofiq juda ham o'zgacha bir arg'imchoq tayyorlabsiz. Bu arg'imchog'imiz markaziy mexanika ta'mirlash mexanika zavodida ish xodimlari va rahbarlari g'oyasi bilan vujudga keldi. Bu arg'imchog'imiz nimalardan iborat deb agar savol bo'lishi mumkin sizlarda. Birinchi ichi po'latdan yasalgan, tashqarisi alikarbondan arg'imchog'imiz buyoqlari yog'ochdan yasalgan, sof. Tepasi esa kapalagimiz esa svetodiodlardan iborat. Va bu mehnatingiz mahsulini bugun ayniqsa bolajonlar juda ham miriqib foydalanishmoqda. Albatta, hammasini ko'rib xursand bo'lasiz. Yuzidagi samimiy tabassum, talashib, mevchay deb kechqurunlari kecha o'rnatganimiz ham hali biz o'rnatib bo'lishimizga ulgurmasimizdan bolajonlar kelib, uchamiz deb tunda svetodiodlar chiroyli edi. Kelib uchaylik deyapti. Men aytdim, shu navbat uchinglar deb. Xavfsiz birinchidan, keyin juda ham chiroyli. Mana yana bir savol qiynayapti-da, bir-biridan ajoyib eksponatlar yaratiladi-yu. Ko'rgazmadan so'ng ularni nima qilasizlar? Ularning taqdiri hammani qiziqtiryapti-da. Bu arg'imchoqni kombinat tarkibidagi bolalar bog'chasiga sovg'a qilinadi. Kombinat mahalliylashtirish dasturining asosiy ijrochilari bo'lgan Markaziy ta'mirlash mexanika zavodining mehnat jamoasi ish faoliyatida asosan turli metallar bilan ishlashadi. Ammo quyish sexi xodimlari tomonidan kombinat tarkibidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun to'liq biomahsulot, ya'ni yog'ochdan mana shunday ajoyib o'rindiqlar ham tayyorlanmoqda.